Qarang, aka, marakuya endi chiqayotgan mevami bu? Ko'p joyda yo'q. Yo, odamlar uchun tanishadimi buni? Tanishadi, ko'pchilik uchun biladi, ko'pchilik. Agar arzon qilib bersangiz, sizdan o'zida olib ketardik. O'zim Andijonda. Falak gardishi bilan Toshkentga kelib qoldim, Toshkentjonga. Ancha yillardan beri shu Toshkentda yashayman, mehnat qilaman. Hozirgi kunda Estrada sirk texnikumida dars beraman. O'zi soham ham sirkda ishlayman o'zim. Havo gimnastiman. Bolalarga dars beraman gimnastikadan. Masxarabozlik ham qilib turaman maktablarda, bog'chalarda. Tirikchilikdan, san'at yo'lida halol ish bo'lsa, hech narsadan uyalmayman. Odamlarga ham kompaktniydi, bemalol sotsangiz bo'ladi. Ma'malarni, boshqa narsalarni sotadigan bo'lsangiz, sal qiynalasiz. Ma'mani bemalol odamlarga o'yering ko'rsatasiz. Bo'ladi. O'zi soham biznes. Aslan tadbirkorlik bilan shug'ullanib turamiz. Firmada menejer bo'lib ishlaymiz. Bizni tanishtirgan bu tabiatda eng go'zal narsasi bo'lgan bu baliq bo'ladi. Suvda suzadigan baliq. Boburjon ham xuddi menga o'xshagan baliq ovini kasali. Ularni o'zini baliq do'koni bo'lgan. Nomerimni topib telefon qilib, aka, yangi do'kon ochdim. Shu baliq ov mahsulotlarini sotaman, reklama qilib berasizmi? Necha pul bo'ladi? Pulini gaplashdik. O'shadan keyin tanishib, o'zidan baliqqa qiziqasizmi desam, ha dedi. Keling bir kun baliqqa chiqamiz dedik. 1 millionlik narsa olgan bo'lsam, o'sha payt 300 ming pulim bor edi, berganman, qolgan pulni bermaganman, olmagan ham bersam ham. Baraka topsin. Xarakterimiz tushib ketgan bir-birimizga. Mendan yoshlari kichkina, lekin sizlab gapiraman, chunki hurmatingiz baland, Boburjon. Bir donasini ish bilan aylanadi? 7,5 mingdan. 7,5 mingdan. Korobka olsalar ozonroq bo'ladi. 5 mingdan tushishi mumkinmi? Bo'ladi. Bo'ladi. Bir 7 tacha korobka olamiz, aka. Marakuyalar keldi, marakuya. Assalomu alaykum azizlar, marakuya. Degan zo'r, ichida shakari bor, qo'shig'i bor, kayfiyat ko'taradi, настроение поднимает. Подходи народ, свой огород, половина сахар, половина мед. Marakuya. Endi menda asosiy maqsad shu Shersigamga yordam berish. Qatta sotish lokatsiyalari, fikr almashib ish qilamiz-ku. Bularning ham fikrini men hurmat qilaman, qo'llab-quvvatlayman. Bular ham meni fikrimni qo'llab-quvvatlaydi. 15 mingdan ko'proq olsangiz 13 mingdan qilib beramiz. Assalomu alaykum. 15 mingmi? Ichida ikkita bo'ladi, shakari ham, qo'shig'i ham ichida. Yeysiz, kayfiyat ko'tariladi. Yering bitta oldim aka. Marakuya arzon bo'lib ketdi, kelinglar mana, marakuya. Kimga mana marakuya, kayfiyat ko'taradi. Maktabda 5 olasan. Odam gavjum joyda jim o'tirsangiz birov kelmaydi. U yerda baqirib, "Qancha bozorga borib 50 mingdan olmayman, men bitta arzonroq sotayotgan ekan, 1 korobka, 2 korobka, balkim yarim soatda ketib qolar." Voy qizlar, o'tib ketmanglar, men buni olib yetiraman sizlarga. Ey! Marakuyalar 10 ming so'mdan bo'lib ketdi. Mana bozorda ham bunaqasini topa olmaysiz. Ichida shakari bor. Qo'shig'i ham bor. 10 ming. Agar kim bitta olsa, ikkinchisini ham pulga sotamiz. Kelinglar. Здравствуйте, по 10 тысяч продаем. О, давай. Давай 6 штук. 6 штук? Да. O, nechta bo'ladi? Kuchaytiring, reklamani kuchaytiring. Nima qilib kuchaytiring. Qo'ldan kelajak baqirolman-ku. Kuchaytiring. 10 mingdan aka. Da. Bering bitta, bering, mana bu Давайте, Дуа сделайте. Baraka singlar. Спасибо огромное. Спасибо. Olinglar, kayfiyat ko'taradi, sochni o'stiradi. Balkim 1,5 soat, balkim 2 soat, lekin bizning mo'ljalimiz sotib bo'lish, xudo xolasa niyatimiz. Ko'proq oladigan odam bo'lsa, uyiga ham dastlabki qilib olib berishimiz mumkin-da. Archib, po'chog'ini o'zimiz bilan olib ketib, yedirib, yaxshimisiz, dadingiz oshmayaptimi? Biz kelamiz, ketishimiz ham mumkin.